Mana bu to'g'ri zarbani qanday aqlli ijro etish mumkinligi. Eron raqib jarima maydoni yaqinida to'g'ri zarba qozondi. Ikki eronlik o'yinchi to'p ustida turadi. Kim zarba urishi noma'lum. Hakam hushtak chalishi bilan biri qo'lini ko'tarib, bevosita zarba urishini bildiradi. Endi belgiyalik devorga diqqat qiling. 4 o'yinchi to'siqni to'liq yopib, to'la tayyorlanib turibdi. Lekin o'yinning mohiyati aynan shu yerda. Belgiyalik devor yonida Eron 3 ta o'z o'yinchisidan ikkinchi devor hosil qiladi. Bu mudofaachilarda chalkashlik yaratadi. Zarba berilishidan oldin ushbu o'yinchiga diqqat qiling. U tanasini belgiyaliklarga tayantirib, ularning reaksiyasini qiyinlashtiradi. Keyin hamma kuchli zarba kutayotgan paytda ijrochi oddiy pas bilan hamma hayratda qoldiradi. To'p ketayotganda eronlik devordan bir o'yinchi orqaga qadam tashlaydi va jarima maydoni ichida joy ochadi. To'pni qabul qilib, u tezda darvoza tomon buriladi. O'sha zahoti belgiyalik himoyachi uni to'xtatmoqchi bo'ladi, lekin kech. Nozik va aniq teginish bilan eronlik o'yinchi to'pni darvozaga jo'natadi.